Samarqand u Sharifdamiz mana. Buyuk minoralari kabi daraxtlari ham mana o'z buyukligini ko'rsatib turibdi. Baland, katta qomatlari bilan bu minoralar bizning ajdodlarimizni qanday buyukligini o'z chiroylari ila, o'z qudratlari ila mana ko'rsatib turibdi. Bejizga Amir Temur boboyimiz bizni kimligimizni agar bilmoqchi bo'lsang, biz qurgan imoratlarga boq degan so'zlarni aytmagan ekan. Men Amir Temur bobomizni tarixlarini o'rganishni yaxshi ko'raman. Zafarnomasini o'qiganman. Amir Temur bobomizning davlatlarni qanday bosib olish yo'llari va o'z yurtlariga bo'lgan mehr muhabbatlari va boboyimiz Samarqandga juda ham katta mehr berganlar. Samarqandda juda ham rivojlanishga juda ham katta hissa qo'shganlar. Asosiy Samarqandni Samarqand bo'lishiga bobomiz Amir Temur sohibqiron Amir Temur bobomiz hissa qo'shganlar. Mana shu go'zalliklarni bizga meros qilib Amir Temur bobomiz qoldirganlar. Sayohatimiz 3-kuni. Yo'q, 4-kun ekan adashdim. 4 kun ichida Buxoroni, 2 kun Buxoroda, 1 kun Navoiy shahrida bo'lgan. 4-kunimiz Samarqand shahrini ziyorat qilib aylanishimizda o'rtada Al-Buxoriy bobomizni mangu orom topgan joylarini ham borib ziyorat qilib keldik. Juda ham madaniy hordiq chiqardim, ham qalbim juda ham sokin va orom topdi. Juda ham moralli dam oldim desam to'g'ri bo'ladi. Haram qo'yganingdek